Ey hayotning guli bo'lgan oyoq. Shuni bilginki, taqdirchilik bir xil chiriklashgan e'tiqod. Kuchliklar uni hargiz qabul qilmaydi. Shunga mayli qanday sharoitda bo'lsin, hargiz ruhingni tushirma. Ortiqcha andish qilma. Ko'ngilsizlik va o'ngsizliklar ruhingga va irodangga ziyon yetkazmasin. Ko'z oldingdagi azob va baxtsizliklarni ko'ribla jahondan bezib ketma. Buningga qaysarlik bilan taqobil tursanglar, texim pishib yetilasan. Yashash uchun qaysarlik, ishonch bilan kurash qil. Shundala hayotda haqiqiy xushallik erisha olasan. Aksicha sen yaxshi turmush kechirishni o'ylasangmi, lekin tavakkul qilishdan, o'limdan qo'rqsang, hamma narsadan ayrilib qolasan. Har qanday bir millat va shaxsga bu prinsip bop keladi.